Kadiz qaynonam bilan bugundan boshlab kechki ovqatga faqat shu ovqatni isitib berganmiz. Shuning uchun bu ovqatni qozonda to'ldirib tayyorlab qo'ydilar. Kadiz qaynonam aytishi bo'yicha ko'p kadizlar ujunga faqat shu ovqatni yeb vazn tashlaganlar ko'p ekan. Shuning uchun qaynonam bilan biz ham shu ovqatni yeb sinab ko'rmoqchimiz. Bu ovqatga faqat sabzavotlar qo'shilar ekan, karam, pomidor, sabzi, piyoz, kartoshka, xohlasanglar brokoli ham qo'shib olishinglar mumkin. Kadiz qaynonam ovqat qilayotganlarida yog'ni qizishini umuman kutmaydilar, orqasidan sirazu sabzavotlarni sovuradilar. Yog'ni qizitmasdan ovqat pishirsa qorin og'riydi deb ko'pchilikdan eshitganman, lekin menda shu paytgacha qornim bir marta ham og'rimagan. Sabzavotlarimizni qovurib olganimizdan keyin tomat pastasini to'ldirib solib 1 soat shunday qilib qaynatilar ekan. Rostdan ham qaynonam aytgandek, bu ovqatni chaynamasdan yutsa bo'lar ekan, og'zingizga solsangiz o'zidan o'zi erib ketar ekan. Bu ovqatga umuman tuz solinmas ekan, shuning uchun qaynonam tuz solmadilar. Men tuzsiz ovqat yeyolmayman, o'zimning kosamga ozroq tuz qo'shib oldim.